Agar ayol orgazm ololmayotgan bo'lsa, ayol tabiatan shunday yaratilganki, u hamma narsadan zavqlanish xususiyatiga ega. Partadan ham zavq oladi yoki ko'chada ko'rib qolgan guldan ham zavq oladi. Ya'ni hamma narsadan zavq oladi, lekin aynan erkak bilan ichki munosabatlarda ayol kishi zavqlana olmayotgan bo'lsa va orgazm his qila olmayotgan bo'lsa, demak, bolalikdagi travmalar bilan bog'liq bu masala. Chunki bolalikda sen aqlli qiz bo'lishing kerak, odobli qiz bo'lishing kerak, erkaklarga kulib qaramasliging kerak yoki mana shu jinsiy a'zo bilan bog'liq jiddiy cheklovlar qo'yilganligi, qo'rqitilganligi sabab bu tomondan ayol kishi qattiq yopilgan bo'ladi va bizni tajribamizda shunaqa bo'lganki, hattoki 15 yillab munosabatda bo'lib turib ham orgazm his qila olmagan ayollarimiz bor va bundan qattiq o'rtanadigan. Buni qanday yechsak bo'ladi? Bu uchun aynan o'sha bolalikda tarbiya asosida, qattiq tarbiya asosida qo'yilgan to'siqlarni mutaxassis bilan ishlash kerak bo'ladi va o'sha qo'yilgan tarbiya orqali qo'yilgan bloklarni olib tashlash kerak bo'ladi.